Issiq tushishi yoz oylari kelishi bilan biz konditsionerdan odatda juda ham ko'p foydalanamiz. Mashinada, uyda, ofisda. Ammo ba'zan noto'g'ri foydalanish ayrim kasallik holatlarini rivojlantiradi. Jumladan, sovuq, quruq havo oqimi hisobiga yuqori nafas yo'llarining ta'sirlanishi, shamollash, gripp holatlari kuzatilishi mumkin. Undan tashqari sovuq havo oqimi va uzoq vaqt bir xil pozitsiyada qolish hisobiga bo'yin, yelka, bel, ba'zan qo'lning tirsak qismlarida, mushaklarda spazm, og'riqlar, tortishishlar kuzatiladi. Undan tashqari filtrlarning buzilishi hisobiga ba'zan ko'z qurishi, allergik holatlar va legionellaga oid kasalliklar rivojlanishi mumkin bo'ladi. Buni oldini olish uchun odatda tashqi issiq haroratdan xonaning harorati 5-8 gradusdan ko'pga farq qilmasligi kerak. Terlagan holatda konditsioner bor joyga kirmaslik talab etiladi. Albatta xonani tez-tez shamollatish, quruq havodan qochish, immunitetni ko'tarish, sport, harakat va sog'lom ovqatlanish talab etiladi. O'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.